Obbo, xotinim yozgan SMS'larimga vaqti javob bermayapti. Shu men meni arazlab qo'yganmi? O'zim men uni arazlashim kerak. Men unga hech narsa qilganman. U menga xiyonat qildi. Bilmayman, qarochi bo'ldi. Yozmayman men ham qarochi. Mana bu narsalarım bor. Oho, xonamchi yomon kerak emas narsalar to'lib ketdi. Mana shu narsalar ko'chaga chiqazib otib yuborishim kerak qarochi. Men bitta kravat, mana bitta bekerak televizor bor ekan. Uni qanday ko'tarsam bo'lar? Qani kuchim yetami ekan? Yo'q, bismillah, qani. Davay, kuchim yetmay shekilli. Men shuncha qilgan trenirovkam qayerga ketdi? Nahotki, mana qayerda men kuchliman. Trenirovkani bomba anakonda qilganman-ku. Buni qayerga qo'ysam ekan, mana shu yerga qo'yib ketaman qarochi. Kimgadir kerak bo'lsa olib ketaman. Metallomchilar kelsa, televizor ko'tarib ketadi. Kravatni bilmadim kim olib ketadi. Uni metallomchilar olmaydi, chunki temir emas, akalar temir bo'lganda ko'tarib ketardi. Bilmadim, balki qaysidir yetil kerak bo'lib qolishi mumkin. Eshitib agashda ochiq qoldirib turadi, chunki kravatni ko'tarib olib chiqishim kerak. Buni qanday ko'taraman? Qani. Yo, bismillah. Qani, ana akalar gulasizlar, bismillah deb ko'targanim uchun ko'taryapman, chunki uni o'zingizlar bilasizlar. Tak bo'ldi. Endi buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Aka, yordamlashaman. Rahmat, katta qiz bu. Tetim erkak kishiman. Unda katta yigit bu. Tak, buni mana shu yerga qo'yaman. Asta bo'ldi, всё. Jo'xa, shukratni menga bera olaysan. Voy, qarmisan, bu yoqqa qara. Eshitmay qolibdi, uzr. Olsang olaver. Mayli, rahmat, Addushi. Men unaqa pikmilik qilma, tushundingmi? Men qiz bola emasman. Bo'pti, qarochi, olsang olaver. Mayli, rahmat, Addushi. Bo'ldi qarochi, yomon asabni buzyapti Addushilar bor. Kechib ketib, hammaning hech narsa qilmay kechib ketgan bo'lsa soat lekin oho, janob mer telefon qilmabdimi? Yo'q, telefon qilmabdi. Xotinimga SMS yozganim, javobim bermagan. Bo'pti, hozir ko'ramiz javob beradimi, yo'qmi? Tushunmadim. Kravat. Jetelmi? Kravatni nima qilyapti? Tushunmadim. Nima uchun olib borgan? Tayda qanaqadir yashikmi, nimadir ko'mayaptimi? Nima qilyapti bu? Bloglar qo'yib chiqyapti atrofiga. Cho'tam nimadir rejalashtiryapti-da shu. Yo, nima qildi? Hozir borib ko'raman qarochi. Nima qildi ekan bu dabba? Bo'pti, hozir aniqlashtiramiz akalar, lekin nimadir qildi-da, tushunmadim. Xo'p, hozir tapor nimaga oldim? Tapor menga nima kerak? Belkurak kerak bo'lmaydi, mabodo? Bilmadim, mayli, taporda olib borayinchi. Aytgancha to'xtanglar, birinchi janob merga aytish kerak. Chunki janob merga aytishim kerak nimaga bunaqa qilayotganini. Balki janob mer bilar. O'shaning uchun birinchi borib unga aytang, keyin agar bilmayman desa borib ko'rsam. Oho, ko'chaga kim musorga to'ldirib tashadi? Mayli, qaysidir beparosat olib kelib ko'chaga musor tashlagan shekilli. Mahalliy idorasi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Zo'rmisiz o'zi? Bo'ladi. Qarochi bitta bo'mish jetil bordi qishloqda. O'sha. Qarochi o'sha meni uyimda orqasiga qanday kravat ko'mdi. Kravat ko'mdi, kravatni qayerdan oldi? Men berdim. Sen nimaga berasan? Dappamisan? Endi kerak emas narsalar ko'chaga chiqarib tashlaganimda, bor ko'rgan, nimaga kravatni ko'mdi ekan? Kravat deb ko'madimi, tentak bo'lmasa? Bo'pti, hozir aniqlashtirib kelaman. Lekin g'alati rostdan nima kravatni ko'madi? Kravat ham ko'miladi degan narsami? Vashshi kravat ko'miladigan narsa emasmi akalar? Bo'pti, hozir aniqlashtirib. Muammo problema emas men uchun akalar, o'zingizlar bilasizlar-ku. Tak, hozir belkurak olib chiqmabman uydan. Mayli, belkurak menimcha kerak bo'lmasa ham kerak. Ne olib chiqaymi ekan, yo'qlar, yomon musorga to'lib ketdi. Televizorimni ham mana qo'yib qo'yibdi ekan nimagadir. Televizorni men beraman deganim yo'q, kunga metallomchilarga bermoqchi edim. Aytgan janob mer o'tgan safar menga daraxt olib kelib ber degan, esimdan chiqib ketgan ekan. O'sha daraxtlarni olib boray. Mana bu narsa nima kerak? Bu yerga o'ziga yotibdi, o'z boshicha bu narsalarni olib tashlash kerak bu yerdan. Vaqti kerak emas narsa-yu. O'sha qora daraxt olib borib bersam hamchi bo'lsa kerak. Chunki uni nima qilishim bilmayman, endi nimadir yasasa kerak. Yasaladigan narsaga buni rangini ahamiyati yo'q. Atagi lekin qanaqadir dekoratsiya qilsa ahamiyati bor edi. Mana nima borligi vaqti qiziqib ketyapman. Bor, kravatni nima buni atrofini o'rab qo'yganiga vaqti qiziqish promax bo'lib ketyapti. Tak, hozir mana bu daraxt, qanaqa daraxt bloklar olib chekka, tushunmam, ostida qanaqadir yashik bor ekan, akalar ko'rgandim oldin ham, prosta hozir e'tibor bermagandim. Nahotki shuncha pul akalar, butun dunyo puli-yu. Voy, nima qilyapsan? Tegma pullarimga, ahmoq. Jinnimisan? Nima sen meni ahmoq deyapsan? Nima sen ahmoqmisan? Nimaga men jinni deyapsan? Sen bu pullarni qayerdan olding? Men bir biznes qilib topdim. Qanaqa biznes? Ko'ryapsanmi, qishloqda ichi musorga to'lib ketdi. O'sha nima deb o'sha musorlarni yig'ishtirib turib sotdim-da, mana shunaqa pul ishlab oldim. Sen ham pul ishlashni xohlasang, musor yig'ib kel, bor. Menga olib kelib bersang, pul beraman. Seriozmi? Seriozda, soqqani urish kerak, jo'ra. Bunaqa o'tirgandan foyda yo'q. Yaxshi motivator bo'lib ketsang bo'lar ekan-a. Ko'ryapsanmi? Xullas, ishni boshla. Bo'pti. Lekin qanaqadir yo'qolib qolganga o'xshadimi? Shamol bo'ldi shekilli uchib ketdi.
Tak, bilmadim. Endi qanaqa texnik nosozlik, Minecraft bagi bo'lishi mumkin. Ahamiyat bermaysiz, nima deyman, bermaymiz akalar. Karoshda hozir janob daraxtlarni beraman va biznesni boshlayman. Rostdan pul berammi yo'qmi bilmayman. Mashining bo'lsa lekin dabdala. Janob daraxtlarni olib keldim. Ha, bo'ldi, olib keldik. Mana yaxshi nima edi? Kravatdaydi nima bor ekan? Karoshda kravatdaydi pul bor ekan. Qanaqa pul? Qancha pul? Ancha pul. Qayerdan olibdi? Karochi qishloqda musor to'lib ketgan, o'shalar sotib soqqa qilibdi. Zo'r-ku. Menga ham aytib olib bersang pul beraman dedi. Bor bo'lmasa tezroq pul ishlab top. Shuni rejalashtiryapman-da. Davay, menga berasan pulingni. Yo'q, bermayman, o'zim ishlayman, o'zim olaman. Karochda akalar, yo beraman, bilmayman, xolos soliq uchun so'rab qolsa berishga majbur bo'laman. Musullar bir chekkasidan, davay, qochib tur. Nimaga qocharkanman? Mana musullar sen tashladingmi? Ha, men tashladim. Nima qilibdi? O jinnimisan, farosatingga yo'g'im, shularni nimaga tashlaysan? Uzoqqa borishga erindim to'g'risi. Eringan qiz deydi. Yo, eringan qiz haqida gapirilmagan, shoshgan qiz haqida gapirilgan ekan. Bo'pti, karochi, erinma ikkinchi marta. Tak, olamiz. Va qo'yganlarni ham tezroq olib chiqish kerak. Akalar, qanchalik ko'p musor yig'sam, shunchalik vahshiy boy bo'lib ketaman. Musordan boy bo'lib ketgan birinchi boyvachcha millioner, milliarder, trilliarder deb eshitasizlar, o'sha Joxa bo'ladi. Esinglardami Joxa boyvachcha degan serial chiqazganman. Avval uni ko'rganlar bo'lsa kommentariyaga, "Yo, ko'rganmiz Joxa, zo'r chiqqan" deb yozinglar. Agar zo'r chiqqanmisa, yomon chiqqanmisa, zo'r chiqqan deya olmaysizlar-ku. O'shaning uchun endi zo'r chiqqanmisa maqtab qo'yinglar, to'g'rimi, Jitel? Ha, men ham ko'rganman, vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, maqtagancha. Qayerda musor bor, bilmaysanlarmi? Ya, bilmaymiz. O'zi senlar hech narsa bilmaysanlar. Mana bu yerda bor ekan. Qalaysan, Jitel, tinchmi? Tillotishlar qalay ishlar deydi-yu. Meni tilim, qani tilim, tishim otdi. Yaxshi, unda tillotish qo'ydirib. Tak, akalar, davom etamiz. Musorlarni yig'ishda shu ketishda borib, musorlar qiroli bo'lib ketamanmi deyman. Butun dunyoni musorni yig'ib chiqyapman. Butun dunyoni emas, butun qishloqda akalar. Sizlarga mana shu challenge, qarosh qishloqinglarda, mahallanglarda, shaharinglarda mana shunaqa musor joylar bo'lsa, tozalik bo'yicha challenge qilinglar. Qanchalik ko'p joyda musorni tozalasanglar, shunchalik zo'r bo'ladi. Davay, boshlanglar tozalashni, qarochi. Men bo'lsa qishloqda o'zim obodonlashtirib yuribman. Qishloqda obodonchiligiga qarash, o'ma somsaqoni sous qilaman deydi-yu. Boshqa qiyin so'z ekan, bormi? Qiynalib aytdim. Qalaysiz, brat? Qalaysan o'zing, tinchmi? Nima salom bermayapsan? Aytgancha assalomu alaykum. Va alaykum. Zo'rmisan? Rahmat. Musorchi bo'ldingmi? Yo'q, prosta soqqa qilyapman. Musordan soqqisi bo'ladimi? Boshlang siz ham. Rahmat. Arzimaydi bo'pti. Akalar, yana davom etamiz. Qayerda musor bor? Adashmasam mana shu yerda ham musor ko'rgandim. Mana bu yerda bor ekan. Xo'p, buni ham olaman, bunisini ham olaman va mana usini ham olaman. Yana qayerda bor ekan? Qishloqda o'zi hamma yog'iga musor tashlagan. Nahotki odam yashamaydigan joylarda ham musorlar bor. Shu odam yashamaydigan uylarga borib, shu yerda ham kimdir yashapti deb o'ylashsin deb borib tashlagan bo'lsa, bu tomonlarda yo'q ekan, adashmasam. Yana qayerda qoldi ekan? Menimcha tugadi musorlar. Voy, Jetel, menga qara, musorlarni olib keldim. Olib kel. Men chiqaring, agar kam bo'lsa pul bermayman. Bu kam emas, jinnimisan, butun dunyoni musorni yig'ib keldim-ku. Ber, mayli. Qani, rostdan ham ko'p musor olib kelibsan. Qancha pul beray? Endi berganingni beraver. Mayli, hozir hisoblab olay. Hozir, tak, bu buncha, mana buncha. Taksiga qancha pul bersam ekan? Hozir hisob kitobim ishlamay qoldi. Bo'ldi, hisoblab bo'ldim. Qancha yaxshi ishda 5 sak pul olgan bo'laveradimi? Yo'q, rostdanmi? Rostdan olaver 5 sak. Bo'ldi, gapi bitta mashina puli-yu, rahmat, 6 ta yopib yordim. Mayli, endi olsang olay, nima ham dedim. Endi bir saxiylik qilay senga ham. Mayli, arzimay, rahmat to'g'ri. Mayli, arzimay deydi menga. Bo'ldi, aytgancha janob mer ko'proq daraxt olib kel deganini sizlar eshitdinglarmi yo'qmi bilmadim. Men Telegramga SMS yozgan ekan, oq daraxt olib kel degandi. Men esa qora daraxt olib boribman. Mayli, o'zi to'g'rilaramiz akalar, birinchi oq daraxtlarni yig'ishtirib olay. Yetmagani qora daraxt olib boramanmi yoki mana yerdan oq daraxt olib kelamanmi? Qanchalik ko'p mehnat qilsak akalar zo'r bo'lib ketamiz. O'shaning uchun sizlarga ham faqat tinmay mehnat qilishni maslahat beraman. Mehnat qilgan odam vashshe xor qilmaydi akalar. Tak, olamiz. Nimagadir mana daraxtlar g'alati chopib ketyapman. Chunki bilmayman bunaqa issig'im bormi? Mayli, endi farqi yo'q akalar. Endi bu daraxtlar ham vaqti kelib o'sib ketar yoki ulanib ketar, bilmayman. Keyinchalik bularni o'zim kesib ketaman, qurisin, chunki quruq daraxt pechkada yaxshi yonadi-yu akalar. O'sha pechkaga moslab qoldirib ketyapman. Tepadan bitta qoldirib ketdim, tupoyga o'xshab.
tupoy deganmi, endi tupoy ekan deb o'ylamanglar, просто hazillashib aytyapman. Endi daraxtni ham u joyiga pulim qanaqa pul yetish kerak. Bo'yim yetmadi deb hisoblaymiz, chunki endi bo'yi pastligi ham g'alati-da akalar. Mayli, men bo'yim past bo'lsa ham shukur qilaman. Men qara yana musor topib kelsam, senga bersam bo'laveradimi? Menga daraxt topib kelgan bo'lsang bering, daraxtdan olaman. Seriozdan? Ha, mana bergin ko'rasan. Berdingmi? Bermadim. Qo'lingda turibdi-ku, dabba. Ha, bo'ldi. Bunga pul olasanmi yo'qmi bilmadim. Kerak emas, bir stay ortiqcha oldimi, o'shanga hisoblab yuboramiz. Karoshda akalarni endi bemalol uyga kirib o'tirsak bo'lar. Uyimda musor yo'qmikan? Uyimdagi musorlarni terib olib chiqib bersam, zo'r bo'lib ketadi. Ana televizor bilan kravat uchun menga pul bermadi. Ular ham musor edi-ku, eski narsa edi. Hozir ko'rayinchi, uyimda qayerlardadir eski narsa bo'lishi kerak. O'zim eskiman deymi? Qo'y, o'zim qayerda eski bo'laman akalar? O'zim yappa yangiman deb o'rayimmi? Yo, o'zim maqtagan bo'lib qolaman keyin. O'zimni maqtashim yaxshi emas lekin akalar, kibr bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'zimni maqtamayman. Sen o'zingni maqtama, seni birov maqtasin deydi-ku. Tak, hozir amallab chiqamiz, yana amallaymiz, yana bir necha marta amallab tashlaymiz. Janob mer, qalaysiz, tinchmisiz? Yana keldingmi boshda ortgani? Yo'q, qarang, karoshda menga 6 ta pul berdi shuncha musor yig'ib borganimga. Seriozda? Da, seriozdan tasavvur qilyapsizmi? Menga ber. Sizga mayli beraman. Bo'ldi, endi men sendan ancha men soliq so'ramayman. Aniqmi? Tiniq. Bo'ldi, gap yo'q. Lavzmi? Lavz dedimi, lavz, bir gapir. Bo'ldi, gap yo'q. Janob mer, ikkalamiz ham mujik ishini qildik. Siz ham men ham bo'pti. Karochi, sog' bo'lasiz. Mayli, vaqti bo'lganda xotinimdan bir xabar olib qo'y. Atgacha xotining olib kelmadingmi? Yo'q, endi olib kelaman. Bo'pti, olib kel. Mayli. Akalarni endi Janob ber bilan, qanaqa Janob ber? Janob mer bilan bir-birimizga va'da berdik. Oy, yetel, qalaysan? Rahmat, zo'r. Qayoqdadir musor ko'rmadingmi? Musor ertalab hamma yoq musor edi. Kimdir olib ketibdi yaramas. Tentay uni men yig'ishtirib oldim. Zo'r ish qilibsan, malades. Yaxshi. Agar musor bo'lsa ayt menga, bo'ptimi? Mayli. Nima qilmoqchisan? Musor yeyapsanmi? Jinnimisan? Musor yetganmi? Sotyapman. Bo'pti. Zo'r-ku? Zo'r. Tak, akalar galemlar biz bilan hazillashishni oldini olish maqsadida tezroq uyga qochmasak bo'lmaydi. Tak, hozir nima qilsam ekan? Uyda musor ham yo'q. Yangi narsalarni musor deb chiqarib sotaymi ekan, lekin yangi narsani o'zining narxida sotib bo'lmaydi-da, o'shaning uchun sotmayman. Karochi, video olayotganim o'sha videolarni davomini olib qo'yayin. Sizlar uchun kontent tayyorlamasam bo'lmaydi-ku.